Hamma xavotirga tushdi. Shuncha ulug' sahobalar turib, birontasi o'rnidan qo'zg'aldi. Ali ibn Abi Talib uning oldiga bordi. Amr otning ustida turgan edi. Ali roziyallohu anhu Amrning qarshisiga kelib, Amr aytdiki: "Ey, sen Abu Talibning o'g'limisan? Sen meni birodarim o'g'li ekansan. Ortingga qayt. Sendan yoshi ulug'larni jo'nat. Amakilaring bo'lsa kerak atrofingda" dedi. Ali aytdi: "Amr, menga yetib kelishicha, agar senga Qurayshdan bo'lgan birorta odam ikkita ishdan bittasini taklif qilsa, bittasini tanlarkansan. Ha? Men senga ikkita narsani taklif qilaman. Birinchisi, men seni islomga chaqiraman. Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad uning rasuli deb guvohlik berasan." Amr aytdi: "Bu narsani menga kerak yo'q." Ikkinchi taklifing nima? Ikkinchisi an-nizal. Men bilan urushdi. "Ey birodarimning o'g'li, ortingga qayt. Men seni o'ldirishingni xohlamayman." Ali aytdi: "Ammo men vallohi seni o'ldirishingni xohlayman." Mana endi jang boshlandi.